Everton va Manchester City bahsidan keyin Husanovning reytingi e'lon qilindi. Angliya Premyer Ligasida Everton va Manchester City o'rtasidagi uchrashuvdan so'ng futbolchilarning individual baholari ma'lum bo'ldi. Manchester City tarkibida harakat qilgan o'zbekistonlik himoyachi Abduqodir Husanov ushbu o'yinda 6/6 ball bilan baholandi. Husanov Manchester City himoya chizig'ida asosiy tarkib futbolchisi sifatida maydonga tushgan. Bu markaziy himoyada Mark Gey bilan birga joylashgan bo'lib, jamoaning orqa chizig'ida muhim vazifani bajargan. Abduqodirning bahosi himoyachilar orasida o'rtacha ko'rsatkichlardan biri bo'ldi. Manchester City tarkibida yuqori baholardan biri Jeremy Dokuga berilgan. U 9.8 ball olgan. Erling Haaland 7.2, Bernardo Silva 6.9, Gianluigi Donnarumma 6.8, Mark Gey 6.7 ball bilan baholangan. Abduqodir Husanov esa 6.6 ball olib, Nathan Gonzalez va Matias Nunes kabi futbolchilardan yuqoriroq ko'rsatkich qayd etdi. Bu baholash Husanovning o'yin davomida katta xatolarsiz harakat qilganini, ammo jamoaning umumiy himoyaviy barqarorligi ideal darajada bo'lmaganini ko'rsatadi. Evertonga qarshi qiyin o'yinda Abduqodir Husanov Manchester City'ning himoya chizig'ida faol ishtirok etdi va o'yindan keyin 6/6 ballga munosib ko'rildi.